suvimizni xira va shu o'rinda vaqt belgilaymiz. Ana ko'ringlar qancha vaqt mobaynida shu basseyn o'zini holatiga keladi. Ya'niki soatimiz 15:08 seshanba 23-iyun. Va buni tabiatli holatga keltirishda bizda doimiy sotuvda bo'lgan va doim foydalanib o'tgan dori mahsulotlarimiz bash, algitsit, kagulan va bizning holatda tabletka 5 shu dori vositalari orqali shu basseynni inshaalloh tabiatli holatga keltirishga harakat qilamiz. Buni xudo xolasa basseynimizdan ertasi kundagi holat vaqtimiz mana 24-iyun soat 2dan 24 minut vaqt o'tdi. Ya'niki salkam 24 soat mobaynida basseynimizda shu holatga keldi. Holat yomon emas, lekin bu yerda suvda ozgina chang bor. Mayda chang bor. Uni hali filtr o'zida olib qolmagan. Shundan kelib chiqqan holatda bu yerda gumon tug'ilyaptiki, filtrdagi qumma sifati ancha pasaygan. O'sha ozgina endi pam beryapti. Hozir chiroq yoqib ko'ramiz. Shu bahoni tekshiramiz. Mana chiroq yoqdi. Mana. Chiroq orqali sezsa bo'ladi. Suvda chang bor ozgina. Basseyn ideal kristal holatga kelish uchun bu yerda kerakli narsalar avvalambor filtratsiya tizimi to'g'ri shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, filtrdagi qum. Bu juda katta ahamiyatga ega. Uchinchisi, dori preparatlarining me'yorida kerakli komponentlar solingani, balansi va to'rtinchisi bu timer. Mana shu hammasi parallel chiroyli ishlab bersa, basseynda ideal holat yuzaga keladi.